Bir kunlik SMM blogerning kunlik vlogi. Bu sohani men karantin paytida oyim kursga qo'yganlar birinchi ustozim Dilabo ekan va mana ertalabki va obeddan keyingi kursim bor va mana shunday kursimni boshlab oldim ertalabkisini. Keyin esa zavtrikcha qildim. Mana bu esa mani o'quv markazim, Garri Potter o'quv markazi, ko'pchilik biladi. Mana shunday issiqini pirojkicha домашний и потом кофе ichib, keyin esa G'ijduvonga qarab yo'l oldim. Chunki G'ijduvonda hozir bitta proyektim bor. O'sha yerga boraman va G'ijduvonga qarab yo'l oldik. Sabina singlimni ham oldim. Bu esa Ippadrom bozor, ko'pchilik bilsa kerak. Bilasizlar, G'ijduvonda hamma narsa arzon, ayniqsa asl turgan Buxoroda xo'ba do'konga kelsangiz kimga ko'rpacha kerakmi, suzanimi, xullas dasturxonmi optim narxda xarid qilasizlar. Bilasizlar, G'ijduvonliklar optim berishadi. Men nomidan borsalaringiz yana sizlarga skidka qilib berishadi. Kommentariyada, opsiyaniyada profillarini yozdirib qoldiraman. Shu bilan birga Buxoroga yo'l oldik. G'ijduvonga kelib G'ijduvon shashligini yeb ketmasa bo'lmaydi. Shashlikchani yeb yo'lga otlandik va Buxoro shahariga yetib keldik. Havo juda ham issiq, 35 gradus, почти 40 bahor paytida keyin o'quv markazimga keldim. Kelsam agar bu yerda kimyo kursi boshlanayotgan ekan, sizlar uchun syomka qildim. Bizda institutga tayyorlov DTM, ya'ni milliy sertifikatga tayyorlov kurslari bor. Bu o'quv kursda hamma fanlar mavjud. Keyin esa o'zimning kursim boshlandi. O'zimning kursimga o'quvchilarim birinchi bo'lib домашний задaniyalarni ko'rib chiqdim. Keyin esa bugungi mavzuyimiz trend videolar edi. Haqiqiy trend videolarni taxlashni, tayyorlashni o'rgandim. Kursim 1 oy bo'ladi. Haftada 3 marta 2 soatdan sun'iy intellektdan bonus bo'ladi. Sun'iy intellektni to video qilish, yaratib berishgacha o'rgatiladi. Keyin esa uyga kelib ujin qilib, keyin esa hamma biladigan Sariq bola konsertiga, ya'ni o'sha ochilish marosimiga yetib keldim. Bu yerda xolashqalarim ham shu yerda ekanlar. Ko'pchilik kim tanisa kommentariyada yozib ketinglar. Jonim, ya'ni biz Oyjon deymiz. Oyjonimman. Shu yerdalar, oyimlar, janlari, singlim hammamiz shu yerda edik. Birozgina o'tirdim. Keyin esa Oyjonim bilan birga chetga skameykachaga o'tirdik, ostanovkaning ichida mazza qilib, chaqchaqlashib. Keyin esa uyga qarab, shu bilan uyda uy ishlarimni qilib bo'ldim. Shu bilan kunim tugadi. Avvalgidek ko'p lokatsiyalarga bir kun ulgurmayapman, lekin shunchasiga harakat qilyapman. Sizningcha nima deb o'ylaysiz? Bir kunda shuncha narsa qilish osonmi yoki qiyinmi?